Vay 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 vay. Kim? Heceden özüm çok koydu. Oyun acıya müdür tavası. Na, şu Hecenin baldara oşuydu. Bayaqı balanın bir tomandara. Akalar hozir o'zingizlar bir ahvolni ko'ringlar, videoda oxirigacha ko'ringlar. Eng oxirida bilib olasizlar nimaga yongan, qana bo'lib yongan. Yurchi uka. Mana shu Murodilla ukamiz uyi, bu yerda nechta oila yashaydi? O'bshi 3 ta oila yashaydi, 4 ta oila yashaydi ekan. 4 ta oila endi kimidir enasi bor, otasi yo'q, kimidir otasi bor, enasi yo'q, yetim, yesir, o'shunaqa qiylangan oila. Endi nima deydi haligi subhanalloh. Undan ham bir qiyin sinov kelibdi. Mana qaranglar, ko'rsatmaydi, polni video call. Ol. Maka chiqchi uka. Ke, Murodilla ke o'zing ham uka. Ahvolni ko'ryapsizlar, hech nima qolmagan. To есть haligi suv ham icha olmaysan bu yerda. Ovqat yeyish, yotish, u yoqda tursin, suv ham icha olmaysan. Mana qaranglar. Bu yerda ikkita qo'zicha bor edi ekan, subhanalloh. Uni ustiga ham mana narsalar tushib, ular ham shu yerda yonib ketibdi. Subhanalloh. Ahvol shu. Bu uydan tashqari yana 4 tami 5 ta oila postradavshi, ularni tomi kuygan, ularga ham inshaalloh yordam kerak bo'ladi. U videoda inshaalloh отдельно qilib yana chiqaramiz. Akalar, ukalar bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu Qirg'iz eli, Jet oblast, mana shu oilalarga yordam beraylik, iltimos. Mana shunaqa videolar olib chiqmay deyman. Nima deydi haligi xursandchilik videolar qo'ygim keladi kanalimga. Iloji yo'q, men vijdon chidamaydi ekan-da. Mana shunaqa bo'lib tursa, odamlar ko'chada, qorong'ida, ostanovkada yotib tursa, men vijdon chidamaydi ekan. Tug'anim, nima deysan endi? Bir xalqqa murojaat qilsang ham, ayt. Shu xalqqa murojaatim ozgina yordam beringlar. Inshaalloh, xatabi shu yotadigan qilib, mo tomini tiklab, hech hozir buldozer kelib, mashaqdan buzadimi hozir? Mashaqdan polni buzadi ekan, qo'shnilardiki ham ketgan, o'shalarni tozalab, ma'da polni buzib ketadi ekan. Men musullarni olib chiqib ketish uchunchi. Men yotadigan joyim mana yerda edi. Mana shu yerda yotaman deng seni. Alhamdulillah, Allohga behisob shukr, hech kim hech nima bo'lmadi, postradavshi yo'q. Alhamdulillah, lekin juda sharoit og'ir. Akalar, ukamizni bilasizlar, yaqindagina xursand qilib bir baxtli kunlardan birini kutuvdik. Endi Allohdan yana bir qattiq sinov keldi. Uy polni yonib ketdi. O'zingizlar videoda ko'rdinglar ahvolni. Ahvol juda og'ir. Hozir mana ko'chada o'tirishibdi, uyning tashqarisida. Murodilla ukam, nima deysan uka, bir gapir o'zing, nima bo'ldi? Hem Xudoydan nima keldi? Shunday qattiq sinov keldi. Xudoy beram desa beradi, alam desa oladi. Har bir sinovga sabr qilib turish kerak inshaalloh. Nimalaring kuyib ketdi uka seni? Menda baya жаңа bergan dejan telefoni kuydi, uylar kuydi, uyda o'shuncha narsalar borlar. Belki telefonlarim kuyib ketdi. Jay turgan narsa o'sha uydagi narsalarim kuydi-da bardigi. Hech narsa qolgan yo'q. Yo'q. O'sha tayinlam hamma yo'q, dokument, hamma yo'q kuydi. Men o'sha narqiljoqdan gостиницаga chiqib ketdik ele opam menen gilem joyuz deb chiqib ketsak, oyoqdan kichkina ukam churqab keldi. Ukam churqab kelib uy kuydi dedilar. Oyoqdan men ortdim, qaravayla churqavayla kelsam, o'sha uy kuyatdir. Kelsam ichkariga kirayin desam tunikalar kuyatdi ekan. Qo'rqib ketdim birinchisinde, ikkinchisinde sразу churqab borsam, qarasam taynam skuterni sudrayapti. Qo'y shu balam skuterda nima etib, o'shu meni kichkina ishlab nima etsin, aqcha topib qolsin deb. Bir skuter qalan bardi uyga. O'sha skuterda sudrayaptilar, taynamda 4 saldim baring chiqing deb, skuterda sekin olib chiqdim. Qayradan komnatama kirib, kaskam menen nima supu nimalarim olgan jetishib qoldim-da. Hem janib üstüme tushib ketayin deyotgan yerdan jetishib qoldim. Hozir o'sha hozir mana shu yerda yotishib, mana shu yerda tiriklik qilishyapsan ekan-da. Hozir xolamdan ham biroz so'raylik, sal yaqinroq kelasiz uka. Xola, sizdan ham bir assalomu alaykum. O'zingiz ham bir dardni manoni ushab, bir tushuntiring, nima bo'lganini, nima qolganini, bir narsa qoldimi uydan. Akalar, yana eng qizig'i, hamma kitoblar yongan. Mana hamma kitoblar yonib, subhanalloh, Allohning izni bilan shu Allohning kalomi qolgan. Bu ham bir mo'jiza. Subhanalloh deyishdan boshqa nima. Hamma nechta kitob yondi o'shaning orasida? Nechta daftar kitob yondi? Mana Qur'oni Karim.
Beshta. 5ta 6ta hamma yo'q yonimlashib qoldi. Mana men aytdim mana Qur'on kitob bu ham qolgan mana. Xola o'zingiz gapiring mana el sizni ko'ryapti, xalq ko'ryapti. Xalqlari bizga bir yordam qilinglar. Hamma xalq bizni taniydi. Yetim yesirliman shu tul, o'g'illarim, qizlarim tullarni boqib endi tiklanay deganda mana shunday mo'jiza bo'lib qoldi. Peshin o'qqa bir ho'plab suv ichganimcha jinday hidi kelganga o'xshata nariqa borsam, jinday bir o't kelib turiblar. Bolchi bo'l deganimcha bo'lmay o'zim 3-uyim kuyib ketdi. Hech narsamiz qolmadi. Qizimni ham hamma narsasi to ina cho'pi ham qolmabdi. Kitoblarini ashunday kuyib qopti. Yetim yesirlikman endi tiklayman deganidan. Bitta o'g'lim Bahodir degan o'g'limni taniysizlar, ozgina pul to'plagandan ashlar ham kuyib ketibdi. Tiklangandim shu yetim yesirlarni to'plab, yig'ib berib endi unib o'say deganda shu holga tushib qoldi. Allohning yo'lida bir ehson qilaringlar. Dokumentlar ham hamma yo'q kuygan. Dokumentim, pasportlarimiz kuyib ketdi. Telefon hamma yo'q. Telefonlarda aytmay, birovga hech kimga zvonit qila olmayapmiz biz. Xola Alloh mushkullaringizni oson qilsin inshaalloh. Amin. Amin, amin. Akalar, ukalar, ahvolni ko'ryapsizlar. Kim yordam bergisi kelsa inshaalloh ikkita Qirg'iziston shu M-bank bilan yana bitta bankni qoldiramiz, shu oilanikini. Keyin Rossiyadan pul jo'nataman deganlar ko'p rossiyskiy kartadan M-bankka tushsa, bitta ikkita birodarlarimizga blok bo'lib qopti, o'sha yordam berayotgan. O'shinga o'zim rossiyskiy kartamni ham qoldiraman. Inshaalloh o'shinga tushgan pullarni ham inshaalloh hammasini yechib, sizlarning nominglardan shu oilaga inshaalloh yetkazamiz. Akalar, bir yaxshilikning orqasida mana yomonlik bo'ldi. Bu ukamiz subhanalloh endi yaxshilik qilib, endi mana xursand bo'ldi, manaqa ish bo'ldi. Endi bu yomonlikning orqasidan inshaalloh albatta yaxshilik keladi. Tunni orqasidan kun, kunni orqasidan tun. Inshaalloh bu ham Allohning bir sinovi. Biz ham qarab turmaymiz. Inshaalloh qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. Akalar, qo'lingizdan yordam berish kelmasa, shu tarqatib, like, repost qilib, kommentariy yozib, duo qilib qo'yinglar shu oilaning haqqiga. Hammaga assalomu alaykum.